Mana do'stlar, Mirxonudin Marg'iloni jome masjidining oldi tomoniga qo'yiladigan panjara to'siqlarimiz yasaldi, gruntовка bo'ldi. Mana ranglar berildi. Mana hozir oxirgi tilla ranglarda urilyapti. Mana livislar urildi. Livis degan ranglar mana tilla rangga bo'yaldi. Inshaalloh laklash jarayoniga tayyor. Arbang usta, charchamayapsizmi? Laklanishga tayyormi endi inshaalloh? Alloh rozi bo'lsin sizdan ham. Mana shu masjidimizga kim qanday yordam qilayotgan bo'lsa Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Mana panjara to'siqlarimiz tayyor. Inshaalloh buni qachon lak uramiz endi usta? Mana shamol bo'lyapti ekan, shamolda lak sepish sal qiyinroq, rasxot ham ko'payadi, ham yaxshi tegmay qoladi-da. Mana qarang, tilla rang haqiqatan chiroyli-da. Shamol to'xtasa, bugun bo'lmasa ertaga lak uriladi. Laklanib inshaalloh keyin joyiga qo'yiladi mana. Ajoyib chiqdi-da. Qanday chiqdi rangi? Zo'r. Ana shunday do'stlar. Kamera bitta tekshirib chiqaverdim, orqadan chala qolar ekanda. Hammasini oldin qatib urib chiqdi. Shunday. Ko'zni chalg'itadi-da. Mana shunday rang berildi-da. Ajoyib. Alloh rozi bo'lsin shu masjidimizga. Kim qanday yordam qilayotgan bo'lsa, mablag' tomonidan, xizmatidan rahmat deb qolamiz.